Do'stlar, mana joylarni qaranglar. O'sha joylarimizga keldik yana. Qaysi joyda natija zo'r bo'lsa, hamma baliqchi o'sha joyga borishga harakat qilaveradi. Assalomu alaykum. Baliq ovi ishqibozlari. Bugun vaqt qilib mana yana baliq oviga keldik. Dam olib ketaylik deb. Joylar o'ta go'zal, suv ancha ko'paygan. Suvi mutniy. Sazan baliq juda ham zo'r yuradigan joy. Xudo xolasa natijalar qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalar xursand bo'lamiz. Mana bitta otmamiz bu tomonga tashlaganmiz. Mana bu yerda paplovoyligimiz mana. Xudo xolasa natija qilsak, chiqayotgan mahallani ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana qalbimizga ajoyib tortyapti. Nimadir borga o'xshaydi. Ob ko'ramiz. Bismillah. Oppa. Verxushka. Mayda baliqga mana. Oq baliq. Buni yana joyiga qaytarib qo'yib yuboramiz. Bu baliq kerak emas bizga. Do'stlar, mana sazan ilashdi. Kamerani shu. Shu kamera. Opa. Jetiyor odamlarsin. Orqaroqdan tepang. Qanatidan ilib olibmi? Qanatidan ilinibdi. Qanatidan ilinib olibdi. Omad kelsa qanatdan ham ilinib qoladi mana. Qanatdan. Qanatiga o'ralashib qolibdi. Ona lo'da turibdi. Qanatiga o'ralashib qolibdi. Ana bari. Sazan. Ana lo'da turibdi. Bravo. Oppa, do'stlar. Go'zal sazan. 1 kilo bo'lsa kerak. 1 kilo chiqib qoladi xudo xolasa. Lo'dan cho'tki ilashibdi. Natija boshlandi mana. Kuzatib boringlar. Natijalar qilishda davom etamiz. O'chirdingizmi? Juda ham chiroyli sazan. Do'stlar, mana ovimiz zo'r davom etyapti. Bitta sazan oldik mana hozircha. Xudo xolasa pochon ochildi. Mana bu tomonda otmamiz. Shildiraq qo'ng'iroqcha qo'ymaganman. Shaldir qolmasin deb. Joylar mana go'zal joylar. Oqin suv mutniy. Juda chiroyli. Sazan ushlaydigan. Xudo xolasa ovimiz davom etadi.
Hoppa do'stlar, mana ilindi. Lekin endi bu sazanmikin? Ilon boshmikin? Chuvalchang deb tashlaganmiz. Ilon bosh do'stlar, mana ilon bosh. Laqqa ekan. Laqqa. Do'stlar, mana so'm. Hoppa. Do'stlar, so'm. Voy, bir yil so'm birinchi marta olishim. O'ta go'zal. O'ta go'zal. So'm mana do'stlar. Juda chiroyli so'm. Vobshim go'zal. Bir yilgi sezonda birinchi marta olishim. Bu so'm ham shu ekanmiz. Natijalar yaxshi yomon bas. Kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Do'stlar, shu bilan bugungi ovlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan baliqlarni ko'rsatib qo'yaman. Hoppa. Mana do'stlar, bitta sazan baliq, bitta laqqa baliq. Sadokdan olib ham ko'rsatib qo'yaman. Hoppa. Mana do'stlar, sazanimiz, laqqa balig'imiz. Sazan 1 kilo atrofida, laqqa balig'i ham bilmayman bir 700 gram atrofida bo'lsa kerak. Yomon emas. Rizqimizga yarasha ushladik. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Bundan ham chiroyli videolar qilishga harakat qilaveramiz. Hammani o'ziga baraka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.